Haqiqiy qotil ushlandi. 2013-yil aprel oyi bosqinchi Bashar Asadning mana bu yordamchisi Amjad Yusuf oddiy musulmonlarni terror, ya'ni ommaviy qatl-om qilib, mana bunday o'zini video tasvirlarga olgan. Allohning fazli marhamati bilan oradan 13 yil o'tib, mujohidlar tarafidan mana bu mujrim jinoyatchi ushlandi, alhamdulillah. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Mana bunday ommaviy qatliamlar juda ham ko'p bo'lgan. Bu ba'zilari tasvirga tushgani, hattoki aytilyapti, mana shu kichik bir rayonda o'zidan 288 ta insonni qatliam qilingan ommaviy tarzda. Va bundan boshqa bedarak yo'qolganlar qanchadan qancha. Hattoki mana bu yerda yig'ilgan insonlar aytayaptiki, yosh chaqaloqlarni ham qo'yishmagan. Bu o'sha vaqtda telefonlar ham juda oddiy bo'lgan, xira tasvirlarga tushib qolgan, videolarga tushmasdan mana bunday bosqinchi zolimlar qanchadan qancha muslima opa-singillarimizni nomuslariga tajovuz qilgan. Ha, ey Shom xalqi, xursand bo'ling. Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan zolimlar birma-bir jazolanyapti. Bu Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytganidek, mu'minlarning qalbiga shifo bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu haqida juda ham video rolik ko'paydi. Qo'limdan kelganicha mana bu yiqqan ma'lumotlarimni siz azizlarga yetkazishlikka harakat qilaman. Bu nusxa qarangki, buni ushlanishligi o'zi Allohning fazli marhamati bilan katta masala. Sababi bunday mujrimlar, bunday jinoyatchilar shu mujohidlar tarafidan Shom diyori fath bo'lishi bilan ko'plari boshqa davlatlarga qochib chiqib ketgan. Endi bular qolib ketganligi sababi avvalo bularda o'ziga bo'lgan nimasiki, ya'ni yana davlatni tikalaymiz deb o'zlariga o'zlari ishonchi bo'lgan va bir necha marta qattiq qo'zg'olonlar qilishlikka harakat qilishdi, lekin Allohning fazli marhamati bilan bu narsa bo'lmadi va bu yana eslatib o'taman, Robbimizning fazli. Hamma shahrining chekkasida bir Alaviylarni qishlog'iga bekinib, shuncha fath bo'lganiga 1,5 yil, qariyb 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, shu vaqt ichida berkinib yurgan. Xo'p, bu videoni asl kadrlarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'ysak, bizni xuluflab qo'yadi. Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. Kirib ko'rishingiz mumkin inshaalloh. Bu maxluq shunday ishlar qilganki, o'sha rayonga kelib, bitta chuqur qazitib, mana bu qazilgan chuqurda birinchi balonlarni tashlagan. Keyin odamlarni oddiy begunoh bo'lgan xalq bu yerda aytayapti, oddiy mitinglarga chiqqan yoki umuman mitingga ham chiqmagan, aybi shu Robbim Alloh deganligi uchun, ya'ni musulmon bo'lganligi uchun sudrab kelib chuqurga otgan va avvalo balonni yoqib yuborishib, ya'ni jasadlar bilan birga ana bundan keyin ko'mib tashlagan. Jarayon juda ham dahshat, ya'ni kimni bu videolarda ko'ra olmasa maslahat bermayman. Mana bu zulmlarni sizlar guvohi bo'lishinglar uchun Telegram kanalimizga ko'ra oladigan insonlarga qo'yib qo'yamiz inshaalloh. Xo'p, bu yerda endi juda ham ma'lumotlar ko'p bularda qilgan ishlariga, zulmlariga. Bu yerda bir onaxon shirinlik tarqatib yuribdi. Chunki xuddi bir hayit bayramida tabrik aytgandek, takbirlar aytgandek, takbirlar aytib muborak Shom xalqi mana bu narsani nishonlayapti. Nega endi bu darajada nishonlayapti bu mujrim jinoyatchilar ushlanganligini? Sababi bu xalqni har bir oiladan shahidlar bergan, jarohat bo'lganlari bo'lgan, ya'ni har bir oila yo'qki bir jarohati bor. Kimnidir yaqinlari, o'zingizlar guvohi bo'lgansizlar, Saidnaya qamoqxonalarida bedarak yo'qolib ketgan. Bu yerda mana bu birodarimiz ma'lumot beryapti. Bu yer askariy bu birodar ma'lumot beryaptiki, bu ulug' kunda Robbil alamin
mo'minlarni qalbiga shifo bo'ladigan ishni nasib qildi. Ya'ni mana bu zolimlarning ushlanishligi bilan va bu yer askariy mintaqa bo'lgan, bu yerga hech kim kira olmagan. Lekin mana shu joyda shohidi bo'ldikki, mana bugungi kunda ham shu joy bor va bularni qilgan zulmotlari deb aytib beryapti. Bu yerda yosh bolalar she'rlar aytyapti, ya'ni رسالتي إلى ذاك الظالم الذي يظن أنه بسلطته على الأسمى عزا وجبارا وعين مقهورين. bu yosh bo'lishiga qaramasdan, ey zolimlar, men sizlarga xitobim, o'ylamangki, mana bu mazlumlarning nimasi qolib ketmaydi. Albatta sizlar jazolanasiz, deyapti. Shu o'rinda aytib o'tar edimki, bizni xalqlarimizni ham begunoh, beayb olib kirib bir nimalarni urib, bo'yniga qo'yib, mana bu holatda zolimlik qilayotganlar bilib qo'yinglarki, ertaga sizlar suyanayotgan tog'inglar ketadi va albatta sizlar ham jazoinglarni olasizlar. Agar bu dunyoda jazoinglarni olmasdan mana shu zulmlaringlarda davom etgan holatda o'lib ketsanglar, oxirat bor, Allohning oldida barchalar jazoinglarni olib javob berasizlar. Subhanalloh, bu bolani xitobini juda ham bir nima deydi, ichidagi shijoatini, ey johil deyapti, ey zulm qiluvchi deyapti. Sen deyapti, zulming bilan Allohning qazosidan Allohning qazosiga borasan deyapti. Qochib qayerga borarding? Ya'ni Alloh taolo senga zulm qilishlikni qazo qildi va jazosi ham senga qazo bo'ladi. Ya'ni Allohning qadari bilan baribir ushlanasan, mana bu narsada jazolanasan deb bu bola xitob qilyapti. هون أمجد يوسف أحد المجرمين وأصغرهم، لأنه هي أصغر مجزرة توثقت، المجازر الباقية ما توثقت، نحن كل يوم بنلاقي مجزرة هون. Mana bu yerda bu birodarimiz aytayaptiki, Amjad Yusuf bu mana bu terrorist deyapti. Shu videoga tushib qolgan bitta katta maqbarasi, ya'ni ommaviy qabrlarda maqbara deyiladi bu yerda. Maqbarasi va kuniga deyapti, u yerda suyaklar, shunaqa narsalar topamiz. Hali biz bilmagan, videolarga tushunmagan qanchadan qancha musulmonlarning qabrlari bor. Biz bu narsadan bexabarmiz, deyapti. بس العالم ما حدا بيعرفوا غير قصة الفيديو بس 16 نيسان 2013. Ya'ni mana shu yerda ma'lum bo'lgan, shu videoga tushib qolganligi uchun odamlar aniq biladi kimni qarindoshlari shu yerga ko'milgan videoga tushib qolganligi sababidan. Kimniki esa yo'q, ya'ni boshqa joydagilar hech kimga ma'lum emas. بس العالم ما حدا كانت المنطقة تعاني من تصعيد كبير من الناحية العسكرية. Yana birodarimiz davom etyapti. Bu mintaqaga askariy hudud edi, ya'ni voyenniy garadok deb aytsak bo'ladi. Hech kim kira olmas edi. Shu xalqlarda o'sha videoda ham ko'rsanglar bo'ladi. Marshrutda olib kelib qatl qilavergan, Alloh musta'an. عمليات إعدام ميدانية وحرق عدد كبير من المدنيين. تعرضت أحياء كاملة للحصار والاقتحامات وتكررت حرب. في الله بي في قضاء بي قضاء به. راح أسعى اللي ما يجي Mana bu birodarimiz shu yerda zikr qilib o'tishni lozim topdim. Saidnaya qamoqxonasida bir muncha vaqt zulm ko'rgan va chiqibla Yevropa davlatlariga qochib ketgan. Keyin ota-onasi, yaqinlarini hammasini qamab tashlab, bosqinchi zolim Bashar Asad buni aytganki, qaytib kelmaguningcha seni ahillaringni hech qaysinisini qo'yib yubormayman, o'sha Saidnayadagi zulmdan 10 barobarini ko'radi deganda, bu mayli men o'zim qurbon bo'lay, lekin ahillarimni qo'yib yuborsin deb Yevropadan qaytib kelgan. O'zi jurnalist bola bo'lgan. Bu haqida ham Alloh taolo nasib qilsa bir uzun video rolik tayyorlaymiz. Bu bolani tarix haqida juda ham kuchli jurnalist bo'lgan va o'sha ichkaridagi bo'layotgan zulmlarni Bashar Asad hokimiyatdalik vaqtida yoritib berishga harakat qilgan juda ham bir jasoratli birodarlarimizdan bo'lgan. Va aytayaptiki, fi hisob fi qado deyapti. Ya'ni hisob bor va qazo, ya'ni qazovat deb o'sha bir jazo bor degan ma'noda aytayapti. Bu birodarimizni o'sha bugungi kunda mana bu zolimlar ushlangandan keyin bu birodarimizning ham videolari juda ham tarqadi. سميرة حدثينا مين اللي راح من عيلتك؟ أنا أخوي ومرته وأولاده 2 صغار راح أولاد عمي معه. Bu yerda bu onaxondan so'rayapti. O'sha yerga kelib onaxon ham shu
ommaviy qabrlar ustida turgan ekan. Kimlaring yo'qolgan desa, men, akam, ayoli va ikkita farzandi deyapti. Yo'qolgan, ya'ni umuman bedarak. Kim qayerga otib ko'mib yuborgan, kim qayerda ya'ni qatlion qilgan hech kim bilmaydi. راح أولاد عمي مع أولادهم وبنت عمي 11 شخص. إحنا يعني عيلة كبيرة، كنا يعني أغلبيتهم راحوا. Ya'ni biz oilamizdan deyapti 11 kishi, ya'ni qarindosh urug'dan 11 kishi shu bedarak yo'q qilinib, qatlion qilinib, shahid qilingan zolimlar tarafidan. Bu ayol ham o'sha Damashq atrofidagi bir shaharchalardan birida. Aytyaptiki, qanday yo'qolgan? Uxlashgan, ertalab tursa yo'q deyapti. Ya'ni kech payt qaysi vaqtda kelib o'g'irlab ketgan, ayollarni nima qilgan, nomuslariga tekkan va mana bu qatl qilib yuborgan. Alloh musta'an. Aytyaptiki, farzandlarining ichida 1,5-2 yosh bor edi. Ular haqida qani endi ma'lumot topsak, o'sha zolimlarni so'roq qilib bilsak va u 1,5-2 yosh bolalarda nima ayb deb turib surishtiryapti qarindoshlarini. لله مبسوطين خيرات الله مبسوطين لأن مسك المجرم ونحن بدنا العدالة يجيبوا لنا إياه لهون بدنا إياه. Bu ayol ham aytyapti, o'sha ommaviy qatliam bo'lgan qabrlar ustiga kelib gapiryaptiki, juda ham xursandmiz bu zolim ushlanganiga va xohlaymizki, mana shu yerga kelib adolat bilan jazosini olsin. Haqiqiy adolat xohlaymiz, ya'ni ustida biz ham haqlarimizni olishimizni xohlaymiz deyapti. Aslida bu narsa ochilishligi, ya'ni bu katta narsa. Negaki o'sha mujrim, jinoyatchi bitta qilgan ishi bilan ko'p jinoyatlar ochiladi. Allohning fazli marhamati bilan ko'p insonlar yaqinlarini topadi, hech bo'lmasa qabrlari qayerda joylashganini topadi va yana Bashar Asadning qanday zulmlarida ishtirok etganligini mana bular o'zlari o'z tillari bilan aytib beradi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hadi afrah hayy shuhada hayy sliha. Mana bu videoda ham bir birodarimiz tomga chiqib, o'sha kichik bir qishloqda, qatliam bo'lgan qishloqda takbirotlar bo'lib, mana bu zolim ushlanganiga masjidlarda takbirlar aytib, Allohga hamdlar aytishyapti. Shom ahlida subhanalloh ko'p yaxshiliklar bor. Bu video juda ham bir qalblarga og'ir keladigan video. O'sha ommaviy qatl qilingan shahidlarni suyaklari shu darajada endi 13 yil oradan vaqt o'tgan bo'lsa, suyaklari tashqariga chiqib qolgan. Bir mujohidlar tarafidan bo'lgan bir bloger borib, haligi suyakni qo'liga ko'tarib olib, ana bu bosqinchi Bashar Asadni safida jang qilib o'sha mazlum xalqni qatl qilganlarning biri ushlanganda olib kelib ana bu suyakni ko'rsatyapti. Endi gaplariga diqqat bilan e'tibor bering. خلاص تلزمك والله تلزمك. Ol, mana buni qo'lingga ol, senga kerak bo'ladi deyapti. Eslagin o'sha vaqtdagi tafsilotlarini deyapti. Eslagin o'sha senga iltimos qilib yig'laganlarini, yalinib yolvorganlarini eslagin deyapti. Eslayapsanmi? Eslaysanmi odamlarni ommatan sudrab olib kelib chuqurga otib qatl qilganlaringni deyapti. O'sha vaqtdagi qalbingda qanaqa his-tuyg'ular o'tayotgan edi deyapti. Ya'ni bu zolimni, o'sha qatliamda qatnashgan zolimni olib kelib mana shu qabrlar ustida so'roq qilyapti mujohidlar. Mana bizning farzandlarimiz, Shom farzandlari mana bu yerda qabrlari yotibdi deyapti. Haqiqatda subhanalloh, bu oyoq suyagimi, qo'l suyagimi bir musulmon birodarimizni, shahid bo'lgan birodarimizni suyagi. Alloh musta'an. شباب طلاب الجامعة مشايخ علماء دين. Suyakni ushlab aytyaptiki, balki bu bir talabadir.
balki bu bir masjid imomidir, haqqa chaqiradigan imomdir. Mana shu suyak ulardan birini suyagi. Shundaymi yoki bunday emasmi? Albatta bu zolimlarning javobi yo'q. Alloh musta'an. Bu yerda mana o'sha maqbaralarni, ya'ni qabrlarning ustiga kelib, yo'qolgan farzandlarini suratlarini ko'rsatayotgan, yo'qolgan yaqinlarini suratlarini ko'rsatayotgan onaxonlar. Mana bu onaxon aytayaptiki, biz ham talab qilamiz o'sha Amjad Yusuf degan zolim mana shu yerga bir chuqur kavlanib, o'sha balonlar bilan yoqilishligini biz ham talab qilamiz deya qalbi jarohatlangan bular albatta endi yaqinlarini yo'qotganlar uchun qalbi jarohatlangan holatda talab qilyapti. Biz qiynaldik shuncha yil, mana qochqinlikda, chodirlar tagida yashadik va mana bu zulmni hech qachon unutmaymiz deb bu onaxon aytdi. Biz juda xursandmiz. Bizga xuddi Eid, ya'ni bayram kabi bayramdir deb xursand bo'lishyapti. Mana bu akam deyapti, non olgani ketgan edi deyapti. O'sha Amjad Yusuf otganda, qatl qilganda YouTube'da videosini ko'rdik deyapti. Ya'ni nonga chiqib ketgan, tasavvur qiling. Shular olib borib, otib chuqurga tashlab yoqib yuborgan. Va agasini hozir non olib keladi deb kutib turgan oila a'zolari YouTube'da ko'ryapti, otib chuqurga tashlab yoqib yuborishibdi. Ya'ni bu oddiy xalqni qo'pol qilib aytganda shunday qirg'in barot qilgan. Mana shu Amjad Yusuf degan zolimni shu yerga olib kelib, bir chuqur kavlab, o'zini tashlab, 100 ga yaqin balonni tashlab yoqilishligini biz ham talab qilamiz deyishyapti. Xo'p, bu yerda yo'qolgan, shahid bo'lganlarni suratlari, videolari, yaqinlari ko'rib, juda ham hasratda ko'rishyapti. Mana shu 2013-yil 4-oy, ya'ni aprel oyi ekan, shu oy 16-17 chislolarida bo'lgan mana bu, ya'ni 16 yoki 17 aprel kunlari mana bu voqealar bo'lib o'tgan. Oradan ro'ppa-rosa 13 yil o'tib, mana shu kunlarda ushlanishlikni nasib qilgan ekan, alhamdulillah. So'zimiz so'ngida yana eslatib o'tamiz zolimlarga, ey zolimlar, mana bu mazlum musulmonlardan qo'linglarni tortinglar. U arab bo'lsin, ajam bo'lsin, mana bu zolimlar farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh subhanahu va taolo shunday intiqom oladiki, siz o'zingiz dunyoda ham, oxiratda ham xor bo'lasiz. Ya'ni vaqtida tavba qilib, mana bu ishingizdan qaytmasangiz, Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratda sizni xor qiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin va qalbimizni juda ham ezayotgan G'azo xalqiga o'zi nusratini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.